Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, tumandoshlar. Mana biz jamoamiz bilan birgalikda mana kichik tanaffusdan keyin yana bir videorolik olishga chaqiruv tufayli keldik Chiroqchi tumaniga. Kuzatishda davom eting. Agar mana shu sinov videodan o'tadigan bo'lsa, demak siz ko'ryapsizmi? Bu sinov videodan o'tgan hisoblanadi. Biz yaxshilik sari jamoasi yana bir yaxshilikka qo'l urmoqchimiz. Mana bu yerda ma'lum miqdorda pul bor. Shu bir qiynalgan oiladan murojaat kelib tushgan. O'sha qiynalgan oilani farzandlarini sinamoqchimiz. Agar sinovimizdan o'tsa, qo'ldan kelgancha yordamni qilamiz, qo'ldan kelgancha yoritib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Jamshidga mana shu yaxshiliklar jamoasidan keldik. Bizga bir ishchingiz murojaat qilgan. Ishchingizni aniqrog'i ishchingizning otasini mazasi yo'q. Shuni bizlar haqiqatan iymonlimi, diyonatlimi biz sinovdan o'tkazamiz. Bizlar jamoamiz shunday. Sinovdan o'tgan bo'lsa, o'sha videoni chiqarib oilasiga yordam beramiz. Siz agar bizga yordamingiz kerak bo'ladi, o'sha qizni hozir menimcha o'qishda o'qiyotgan, mana shu abitdan keyin bo'lyapti. Agar chaqirib bersangiz 2 soatga bizlar shu sinovimiz bor, o'sha sinovimizdan o'tsa, o'sha video chiqariladi. Iloji bo'lsa o'sha jani chaqirib bersangiz. Yaxshi Assalomu alaykum. Yani yaxshimisiz, zo'rmisiz? Ha, rahmat, zo'r. Hamizmi Jamshid? Alo. Assalamualaikum. Al shu yerda. Bo'lib chiqar. Jamshid aka. Jamoatlarning sinovi. Mana bu yerdagi pullarni boshqasini sinovi. Otangizni mazasini yaxshi bilamiz. Yo'q bo'ldi, haqiqatan o'tdingiz. Yig'lamang. Xudo xolasa mana shu xalqimiz bilan birgalikda shu otangiz sog'lig'iga kurashamiz. Butun tumandoshlarimizdan. Yaxshi bilsangiz bergan dardni shifosini beradi. Alloh shifosini beradi. Mana shu summani siz olasizmi dedik? Yo'q, birmaniga aytdingiz. Lekin mana pulga muhtojsiz. Pulga muhtoj turgan raqamni chiqib ketgan joyimizga to'xtatyapsiz. Mana shunday otasini uchun ishlayapti-da bo'lsa. Otasini ishlayapti. Mana shunday qizlar bor, xotinlar qanchalik baxtli bo'lsa shunchalik. Lekin misolga kunlik o'tayotgan pul uchun katta summa emas. Lekin
jihatdan yordam bo'lyapmiz. O'rtaga yordam bo'lsin deb turib qizlar ishlayapti. Endi qo'ldan kelgancha men ko'pchilik bilan biladigan ish Xudo xolasa. Biz mana yaxshilik sari jamoasi yaxshilik bilan ish boshladik. Xudo xolasa endi yaxshi insonlar kam emas, Xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha yordam qiladigan harakat. Videoning keyingi jarayoni qisqacha xonadonga maqsadlarni yana suhbat qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz vatandoshlar hamda Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani fuqarolari, Xalqobod qishlog'idagilar, Xalqobod degan qishloqdan ekan bu kishi. Ulug'bek akamiz bugun nihoyatda dard chekyapti. Dardini bilib turibsizlar Xalqoboddagilar, ayniqsa ko'pchilik. To'ychi buvomiz farzandlari, bir o'qituvchini farzandi, oddiy oila. Ukasi doktorga olib borganda bunga 15-20 kun bo'ldimi taxminan bir oygacha tezroq olib borib operatsiya qildiringlar degan juda kam va sanoqli kunlar qoldi. Mana 5-6 mingmi, 6-7 mingmi qanchadir pulim yig'ishga harakat qildi shu paytgacha, lekin bu juda ham kam. Pul nihoyatda zarur. Bu haqda biz bilib qo'yaylik, hammamiz imtihondamiz. O'sha Chiroqchi tumanidanman degan odam yoki Xalqobodda yashovchilar hammamiz imtihondamiz. Bu imtihondan chiroyli o'tishlikni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Mana shu bir haftaning ichida bu pulni yig'ib olmasak juda ham qiyin ahvolimiz. Chunki Alloh taolo bir bandaga uni maqomini go'zal qilishlik uchun imtihon beradi. Hammaga ham imtihon beravermaydi Alloh taolo. Mana shu bemorga Allohning nazari tushib turadi. Bunga biz qaramasak kim qaraydi? Mo'minman degan odam, musulmonman degan odam yoki men hamshahar edim, qarindosh edim, sinfdosh edim, jigar edim degan odam bu narsaga bir bugun munosabat qilmasak bo'lmaydi azizlar. Jonday jigarlari, o'zini qizi, ayoli, qiyomatli bir do'sti bor ekan, baraka topsin. Biz rozimiz o'sha jigarimizni berishga, bir qancha o'zi fazilatli inson ekan. Alloh taolo umrlarini uzoq qilsin. Ulug'bek akamiz Qur'on xatm qilishni boshlab 3 bora qilgan ekan. 3 bora qolgan ekan atiga o'sha Qur'onning yakunlanishiga. Dard chekib shu oxiriga yetmay qoldi. Qur'oni Karimni o'rganib xatm qilishga 3 bora qolganda dard chekib, hozir dard chekib yotibdi. Nahotki shunaqa odamni biz tomoshabini bo'lib o'tirishga qanaqa vijdonki u qabul qilsa-da. Mayli ko'pchilik eshitmagandir. Mana shu videoni ko'proq tarqalishligiga sababchi bo'ling. Bemor odamni boshqa bir kishi ertalab aytaylik ko'rgani borsa, kechga qadar 70 ming farishta o'sha bandaga salovat aytar ekan. Kechpayt ko'rgani borsa, ertalabgacha farishtalar unga salovat aytar ekan. Bu farishtalarni bunaqa maqomiga, ular salovat aytadigan darajaga yetishligi uchun biz mayli buni ma'naviy ko'rish, unga bir moddiy ta'minlama ko'mak berishingizni o'zi bemorni ko'rgan hisoblanasiz inshaalloh. Mana shu narsalarga bir harakat qilsak inshaalloh yaxshi bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vassalomda shunaqa mazmundagi hadislar bor. Bemorlarni ziyorat qilib ularni duosini olinglar. Ularni duolari farishtalarning duolaridagi duo mustajob bo'ladi, qabul bo'ladi degan mana shu mazmundagi hadis bor. Ulardan qo'limizdan kelgancha kam bo'lsa-da hissador bo'lib, ularga bir mablag' kartalarni qo'ysa, mablag' ajratib, inshaalloh bular duodalar. Duosi qabul bo'ladigan jihatlar shunaqa topilib turibdi. Bu Ulug'bek akamizdan har birimiz inshaalloh duo olsak, inshaalloh o'zimiz uchun ham yaxshi bo'ladi. Alloh taolo qilayotgan ehsonlaringizni Alloh qabul qilsin. Alloh taolo shifo bersin.
Ulug'bek akamizga jarrohlik amaliyotlariga inshaalloh o'sha Hindistonlarga borib amaliyotlar xayrli amalga oshishligini Alloh taolo o'zi nasib ro'z aylagan bo'lsin. Ittifoqchiliklarimizni go'zal qilsin. Yurtlarimiz, qishloqlarimiz yanada gullab yashnab, ehsonparvarlarimiz ko'payib, obod bo'lib, bemorlar tuzalib, ana shunday obod bo'lishlikka Alloh taolo nasib ro'z aylagan bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Mana shu yaxshilik sari jamoatdagi yaxshi insonlar, tumandoshlar. Mana Ulug'bek akamizning murojaati tufayli aslida Ulug'bek akamizning qiyomatli do'stlari, mana Bahrulla akani murojaati tufayli necha kundan beri murojaat qilyapti mana shu inson. O'shaning murojaatini o'ylab, mana shu inson o'zi aslida qanday inson, qanday oila degan maqsadda bir mana qizlari mana Zulfizar singlimizni bir sinovdan o'tkazdik, bir kichikgina sinov bo'ldi. O'tkazdik. Mana shu sinovdan bir juda chiroyli o'tdi. Mana shu juda aqlli, iboli, xayoli qizlar ekan. Har bir otaga mana shunday qizlar Allohim nasib qilgan bo'lsin. Juda bir havas qildik. Juda chiroyli, insofli, diyonatli, iymonli oila ekan. Avvalo mana shu Ulug'bek akaga sog'lik tilaymiz. Butun vatandoshlarimiz, tumandoshlarimiz, yaxshi insonlar tomonidan mana sog'lik tilaymiz. Mana Xalqobodda bir kayvoni insoni, mana muxlis ukamiz bir chiroyli tushuntirib berdi. Mana Allohim mana shu xalq bilan birgalikda, Xalqobod eli, Chiroqchi tumanidagi barcha mahallalar bilan birgalikda mana akamizning sog'ligi uchun ozgina bo'lsa-da kurashsak. Qo'limizdan kelsa ihsonimiz bilan, qo'limizdan kelmasa bir duomiz bilan yoki mana shu chiqariladigan videolarda kerakli joylarga imkon qadar guruhlarimizga tarqatish yo'li bilan bo'lsa-da mana shu insonlarga yordam bersak, menimcha Alloh nasib qilgan bo'lsa, mana shu farzandlarni baxtiga eson-omon bo'lib turib to'ylarda bosh bo'lsa, ajab emas, aziz vatandoshlar. Ulug'bek aka, mana shu dard bilan necha yildan beri og'rib kelyapsiz? 8 yil bo'ldi. 8 yil. Shu mana shu davolanib kelyapsizmi mana shu kasallikni? Birinchi yili virusologiya bor davolandik. Ancha virus chiqdi. Keyin qurbim yetgancha uyimda molhat bor. Ancha davolandim. Kuchim yetgancha harakat qildim. Oldin o'qituvchi edim. Ishga bo'lmay qoldim. Yo'qdan bo'ldi. Keyin qurbim yetmay qoldi. Asli bolalar katta. Oilam kuchim yetmavergandan keyin oilam har xil ishlarga, kunliklarga chiqa boshladi. Yetmaganiga yetkazib, orttirib menga davolashga nima qildi. Boricha. Kichkina katta qizim 5-sinfda nima bo'ldi. Ular boricha davolanib, oxir oqibat yetishmovchilik sababli ozgina bo'lib mana shu holatga tushib qoldim. Yetishmovchilik sabab boricha harakat qildik. Tortib ketavergan kasallik. Endi eshitishimiz bo'yicha viza chiqib qolgan deyishyapti. O'sha zudlik bilan mablag' yig'ilish kerak deb bizga murojaat kelib tushdi. Mana do'stingiz orqali. To'g'ri. Mana Hindistonga borib Toshkentga borganda Farhod kabi nima qildi. Zudlik bilan borib jigar transplantatsiya qilish kerak dedi. Bo'lmasam kech dedi. 20 kun, bir oy oshig'i bilan 40 kun ichida oborsang deb bordim, kech dedi.
undan keyin shu bo'yicha dog'larni qurbimizga yetganicha mahalladoshlar nima qildi boricha nima qildi dog'larni o'sha yoqqa borib jigar almashtirib ishlaringizga bir yordam berishlarini so'rayman. Bo'lgan baxtga sog' salomat bo'ling. Nechta farzandingiz bor? 4 ta. Ikkita o'g'il, ikkita qizingiz bor edi. Shu qizlaringiz otam tuzalib ketsin deb mana shu kunlik maktabdan keyin ham ishlar ekanda. Hozir ko'rdik. Bir sinovdan o'tdi, juda chiroyli. Ya'ni juda yaxshi bergan ekansiz. Necha oydan beri bu xalqdan yordam so'rab chiqdilaringiz? Necha oy bo'ldi so'rab chiqqanlaringizga? So'rab chiqqanimizga o'zi aprelda 15-dan beri. Yig'ilgan summa qancha bo'ldi mana shu so'rab chiqqanlaringizdan keyin? Arsaga ishlatganimizdan tashqari az qo'limizda 400 dollar. 400 dollar. O'zi necha pul yetmayapti? O'zi kurumli summa qancha yig'ilish kerak? 30 ming dollar. Ha? Sredniy 28 ming, 30 ming atrofida ketadi deyishyapti. Hozir u yoqqa masalan donor bormi? Donor o'zim bo'laman, ukasi bo'ladi. Keyin qolaversa bizlar larzaga tushirgan bir narsa bo'ldi. Mana shu inson, mana qiyomatli do'sti, men ham jigarimni beraman do'stim uchun degan gap bor ekan. Misol o'zini jigarlari bordir, balkim boshqasi bordir. Bermayapti demoqchi emasman. Shular orasidan siz ham o'tirib chiqyapsiz-da. Siz ham yerda bir kun siz ham bola chaqangiz bor, to'g'rimi? Balkim siz ham yarimjon bo'lib qolishingiz mumkin, to'g'rimi? Shu narsalarga ko'nib bu aka beryapti, beraman deb dov turibdi-da. Endi avvalo Allohdan hammasi niyatimiz do'stim tuzalib, bolalarning baxtiga sog' bo'lib ketsa bo'ladi. Donor bo'lish degani bu degani kasalmand bo'lib qoldi degani emas. Mayli 1 oydir, 2 oydir, 1 yildir qiynalamiz. Lekin do'stim jamoatga qo'shilsa boshimiz osmonga yetadi. Shunday ekan. Lekin bular majburligidan yordam so'rab chiqyapti. Bu misol videoga chiqishni o'zi bo'lmaydi. Ko'pchilik mana video oladi, ma'murlar uyni chiroyli joylarini ko'rsatadi-da. Biz bular zaiflik tomonini ko'rsatmayapmiz. Bular ham majburligidan bizaga murojaat qilyapti. Bular ham qayerga chiqishini bilmayapti. Bular ham bu nimaga sharoitga birinchi marta tushishi. Bular ham oldin eshitmagan yoki ko'rmagan. Mablag' tomonlama bo'yi so'radik vakalardan. Bu qishloqdoshlar qo'ldan kelgancha yordam qilyapti ekan. Jigarlaringiz aytdi sizda. Ular ham qo'ldan kelgancha. Bu lekin juda katta summada. Bu ko'pchilik bilan bitadigan ish. Mana shu videoni ko'rib turganlar, qurbi yetayotganlar 5 ming bo'ladimi, 10 ming bo'ladimi, ko'pchilikdan toma-toma kul bo'ladi degan gap bor-ku. Xuddi o'shanaqa. Qurbi yetmayotganlar bo'lsa, videoni ko'rib turgan bo'lsanglar, qo'ldan kelgancha maksimal tarqatinglar yoki YouTube'da ko'rasizlarmi, qayerdadir ko'rib qolsanglar, bitta like bosib qo'ysalaring, keyingi odamga yetib borish. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Sizlarning pul ham ketmaydi. Bitta shu like-da yoki birovga shunday tarqatib qo'yinglar. Ajab emas, bitta xomiy chiqib qolib turib, 1 oy bo'ldi deyapti, yordam so'rab chiqqaniga. Vaqt juda ham oz qoldi deyapti bular. Lekin ajab emas, yana ertaga birontasi telefon qilib turib bo'ldi, bittasi xomiy chiqib turib, siz delayingiz yopilib ketsa, misol ishingiz yopilsa-da. Bu hammamizga yaxshi deyman. Zulfizar mana biz nima desam bo'ladi, sinov videosini oldik. Umuman bu narsadan bexabar edik. Biz borib ko'rib shu vaziyatni bir juda ta'sirli holatda bu. Mana otangga juda pul havodek zarur. Bir kun borib qanchadir mablag' topib kelib, mana shu oilangga sen ham kurashyapsan otangni sog'ayib ketishi uchun. Mana shu to'ylaringda mana shu bosh-qosh bo'lish uchun kurashyapsizlar otangda. Bu videoda tushishni o'zi mana shu farzandlar uchun hozirgi paytda juda katta matonatda. Shunga rozichilik bildiryapsizlar. Mana shu haqda sizlarga mana video chiqqandan keyin juda har xil gap so'z yoki boshqa narsalar bo'ladi. Shu narsaga qanday qaraysiz? Biz baxtimizga dadam sog' bo'lsa bo'ldi. Hamma joyda dadam bo'lsa bo'ldi faqat. Nimaga bo'lmasa stol ustida pul anchagina pul bor edi. Mana 2 milliondan oshiq pul qolingandi. Shuni nima uchun olmading mana shu yerda? Bizlar yoshligimizdan dadam halollikka o'rgatgan. Halol boqqan. Pul ko'rsalaring ham so'ranglar kimniki deb aytinglar degan. Mana shu opasi jigarini beraman degan gapni eshitdik.
nima uchun masalan hali yoshsan, sen ham yashashing kerak. Sen uchun jigarni berish yoki kanal qilish bu qiyin emasmi? Yo'q, qiyin emas. Asosiysi dalam orqamda turaversa bo'ldi. O'qishga kirganimcha hamma joyda dalam orqamda turib bergan. Asosiysi dalam sog' bo'lsa bo'ldi. Dadam duosi bilan shu joyga chiqdim. Shunday, shu otani duosi bolaga nisbatan o'tadi. Ilohim mana yaxshi joylardan bir o'zingizga nima desam bo'ladi. Unashtirib hozir shunday holatda turibsizlar. Ilohim baxtlaringni bersin. Ota-onang yonida turib, ilohim to'ylaringni boshlasin. Undan keyingi to'ylaringda ham sog'ayib ketsin. Mana shu bizga murojaat qildingiz, mana shu murojaatingiz orqali mana keldik, vaziyatni o'rgandik. Oila haqiqatan qiynalgan, muhtoj ekan. Mana hozir men bitta narsaga juda ta'sirlanib ketyapman. Ilohim mana shunday qiyomatli do'stlar har bir insonda bo'lsin-da. Ilohim o'zining sog'lig'idan kechib, ana shu insonga jigarini berish, o'zining bir a'zosini berish haqqinga emas-da. Mana shu vaziyatga sizni nima majbur qiladi? Mana shu insonda qanday bir fazilati tufayli shu insonga o'z jigaringizni bermoqchisiz? Alloh taolo jannatga birinchilardan kiradigan odamlarni sanab o'tganda men uchun do'st bo'lganlar deb deyilgan. Hech qanday masalan manfaatim nima emas, Allohga roziligi uchun, Alloh uchun do'st bo'lganmiz. Alloh qodir degancha, Alloh o'zi kuch-quvvat berguncha birodarimiz, bu yerda manfaati yo'q. Manfaatni o'ylaganmiz, do'stimiz sog'ligini, bolalarni baxtiga sog'ayib ketsa bo'ldi. Boshqa narsa kerakmas. Meni ham bir do'stim bor edi. Juda yaqin do'st edi. Hozir sizni gaplaringizni eshitib, mana shu do'stim yodimga tushdi. Yaxshi do'stim bor edi. Sizga yaxshi ishlarni, xayr ishlarni birgalikda qilardik. Ilohim mana shunday sizday do'stlar bor insonlar hayotimizda. Shu do'stlar bor ekan, hozir aytdingiz, qiyomatda mana shu do'stlar savol javobsiz jannatga kiritiladi degan gap so'zlar bo'ladi. Ilohim mana shu do'stlar bilan birgalikda jannatlarga do'st qilishni Ey dost, ey dost, ey dostum, baringe ming shukr, saadetimsen. Allah in'am etken amanetimsen. Akemsen, bükemsen, kıyametimsen. Ey dost, ey dost, ey dostum, baringe min şükür, saadetimsen. Allah in'am etken amanetimsen. Akemsen, ökemsen, kıyametimsen. Ey dost, ey dost, ey